hazillashdi u, shunga ishonasanmi? Ketdi, yur, sana kech qolamiz. Keyin safar baho. Kelasiz. Qarab turlaring. Bugungi tashrifimiz biz uchun ham bir yangilik bo'ldi, chunki juda ham ko'p marta shu bolajonlar bilan ko'rishgimiz kelardi. Instagram sahifalarida juda ham ko'p bizga jo'natishgan aynan shu chiqishni. Qariyalarni sizga o'xshabdi, haqiqatan siz ham ko'rganmisiz? Albatta. Haqiqatan juda ham o'xshagansizlar. Hozir o'zlariga ham aytdim. Haqiqatan o'xshatgansizlar. Ko'rinish, ijro, o'zini sahnada tutish. Umuman olganda 5 dan 5 baho qo'yamiz. Doimo shunaqa ishinglar 5 bo'lib yursin va nimaga intilsanglar shu narsaga hammasiga erishinglarni Allohdan so'rab qolaman. Nilufar, Muhammadrizo, rahmat sizlarga kattakon. Aynan bizani tanlab shunaqa chiroyli qilib sahna ko'rinish qilganinglar uchun. Hammani bayram bilan tabriklaymiz. Yangi yil hammamizga asosiy sog'lik, undan tashqari ishlarimizda omadlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Yaxshi kayfiyat, har doim hamroh qilib bo'lsin. Qiynalmadingmi? Yo'q, qiynalmadik. Juda ham mazza qilib ijro qildik, to'g'risi. Juda ham sevimli qo'shiqlardan bittasi. Vasilidan tashrif uchun kattakon rahmat. Sizlarda ham shunaqami? Ko'p bora gapiradi yo Muhammadrizomi? Endi shunaqa. Ko'p gapirmaydi, ko'p ish qiladi, o'sha. Voy. Doimo mana shunaqa yuzingizdan kulgu tabassum armasin. Yangi yil sizlarga ham muborak bo'lsin.